Assalomu alaykum va rahmatulloh. iOS olamiga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Dilshodbek, Swift Genius kanali. Swift asoslari darsimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda dasturlashda juda ham ko'p qo'llaniladigan, ko'p holatlarda bizga yordam beradigan for each operatorini batafsil ko'rib, o'rganib chiqamiz. Xo'sh, bugungi darsimizda biz for each operatori o'zi nima, qay holatda foydalanamiz va boshqa mana shu loop control structurelar bilan, ya'ni o'sha o'tgan darsimizda ko'rganimizda for in, while, repeat while bular bilan nima farqlari bor va bunda nima holatlar mumkin, nima holatlarda mumkin emas, real holatlarda biz qanday foydalanish kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Xo'sh, birinchi o'rinda for each operatori o'zi nima deydigan bo'lsak, for each operator bu loop cycle operatorlaridan farqlanadi. Ya'ni bu aynan mana shu while yoki for in kabi loop control structure emas. Bu shunchaki to'plamlarning ustida element yurib, ma'lum amallarni bajarish uchun kerak bo'ladigan operator hisoblanadi. Ya'ni bu to'liq loop operatori hisoblanmaydi. Demak, buni nima uchun loop operatori hisoblanmasligini hozir birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, bizda to'plamlar ustida ishlashni ko'rdik. Arrayni, dictionaryni, setni. Demak, bizda to'plamlar mavjud. Mana shu to'plamlarning ustida biz for in bilan yoki while, repeat while'lar bilan ma'lum amallarni bajarar edik. Demak, for each bilan ham biz qanaqa qilib ishlashligini ko'ramiz. Birinchi o'rinda o'zi qanaqa yozilishini ko'radigan bo'lsak, array deymiz. Bizda to'plam mavjud. To'plamda nuqta bosamiz va for each deb yozamiz. Demak, for each yozganimizda bizga nima qaytaradi? For each body bor int. Chunki bizning arrayimiz ichidagi qiymati int bo'lganligi uchun for each da ko'rib turibmizki, bizga int tipidagi ma'lumotni qaytaradi. Bosadigan bo'lsak. Yana keyingisini dictionary deylik. Dictionary for each set for each. Demak, do'stlar, qarang, bizda 3 xil ko'rinishdagi to'plamlar mavjud. Birinchi to'plamimiz array bo'lganligi uchun array for each har bir element yurib, har bir elementni qaytarib beradi. Bu joyda body qismi bor. Hozir bu qismi closure qismi hisoblanadi. Closure darsini ham bu ham katta bir mavzu hisoblanadi. Keyingi darslarimizda biz closure mavzusini ko'ramiz. Hozirda shunchaki bu for each closure orqali qiymatlarni qaytarar ekan degan tushunchani o'rganaylik. Demak, bu joyga biz enterni bosadigan bo'lsak, bizga mana shu ko'rinishda paydo bo'ladi. Va bu joyga int turibdi. Biz bu joyni nomlashimiz kerak. Item deb nomlaymiz. Demak, for each har bir aylangan qiymatni itemga qaytaradi. Ya'ni bir marta bir aylanadi-da, bitta elementni ustida aylanib, bunga qaytaradi. Qiymat bu joyga yuklanadi. Bu yuklangan qiymatni esa biz olib, ma'lum amalni bajarishimiz mumkin bo'ladi. Bu joyda biz hozircha print funksiyasini yozamiz. Item. Demak, dictionaryni ko'radigan bo'lsak, dictionary bizda key value hisoblanadi. Key value bo'lganligi uchun body qismida key string value int turibdi. Chunki keyimiz string, value'imiz int turibdi. O'shaning uchun ham bizga closure'da bizga key value sifatida qiymatni qaytarib beryapti. Bunda ham enterni bosadigan bo'lsak, bizga mana bu closure turibdi. Demak, bu joyga biz key berishimiz kerak. Birinchi qiymati key, virgul qo'yamiz, value deymiz. Demak, bizga key va value keladi. Print qilsak, print qilamiz. Key. Bunga key yozamiz. Print qilamiz. Value qilamiz. Value deymiz. Demak, shu ko'rinishda biz dictionary'da har bir aylangan vaqtida bizga bitta key va value qaytaradi. Ya'ni bitta to'plam qaytaradi o'zi. Key va value qismidagi bitta qaytaradi. Biz uni ikkiga bo'lib olyapmiz. Bu joyda key va value qismida. Bunga har bir aylangan vaqtida keyni olamiz, ikkinchisiga valuesini mana shu joyga qaytarib beryapti. Biz buni ustida faqat print qilyapmiz yoki biz boshqa ma'lum amallarni bajarishimiz mumkin edi. Demak,
setda ham ko'rib turibmiz. Setimiz faqat bitta qiymatni qabul qilganligi uchun bizga bitta intni qaytaryapti. Chunki bu int tipidagi set hisoblanyapti. Mana int turidagi set to'plami hisoblanyapti. O'shaning uchun bu printni bosamiz. Bunda ham biz I deyishimiz mumkin. Xohlagan nom berishimiz mumkin. O'sha nom bilan biz qiymatni olamiz. Print I deylik. Demak, ko'rdikki do'stlar, for each bilan ishlash ko'rinishi mana shu ko'rinishda ishlaymiz. Biz bu har biri to'plam hisoblanyapti. To'plamning ustida element aylanib, bir marta aylanadi. Bir marta bitta elementni ko'rgan vaqtida oladi va closure ga otadi. Closure buni ushlaydi va buni body'siga qaytarib beryapti. Bu body qismida biz uni ustida ma'lum amallarni bajarishimiz kerak. Va ikkinchi marta yana aylanadi. Ikkinchi elementni oladi, for each oladi va closure ga otadi. Closure esa buni bu yerda qabul, mana bu joyda biz bu joyda qabul qilyapmiz. Qabul qilib olamiz. For each otadi. Bu yerda closure orqali biz qabul qilib olamiz va qabul qilgan elementni ustida ma'lum amallarni bajaramiz. Dictionary'da ham xuddi shunday. For each har bitta elementni ustma-ustida yurib chiqadi-da, har bir yurgan vaqtida olib closure ga o'tadi. Closure ushlab amal bajaradi. Xuddi shu shaklda biz for each bilan ishlar ekanmiz. Bu oddiyroq ko'rinishdagisi. Xo'sh, demak natijalarimiz chiqdi. Bu joyda ko'radigan bo'lsak, konsolimizda array'imizdagi qiymatlar 1 dan 3 gacha bo'lgan qiymatlar chiqyapti. Dictionary'ning ichidagi qiymatlar key value shaklda, mana key value shaklda qiymatlar birin-ketin chiqgan mana bu joyda. Ya'ni bu 10, 20, 30 shaklda chiqyapti. Setimizning ichida ayimiz 2, 3, 4 har xil shaklda chiqyapti. Demak, shu ko'rinishda biz bu set bilan for each bilan ishlar ekanmiz. Bu for each bilan yana bir marta oddiy sintaksis bilan ishlashimiz mumkin. Forda ham ko'rgan edik. In deyishimiz mumkin. 1 dan 10 gacha bo'lgan qiymat oralig'ida ma'lum amallarni bajarishimiz mumkin edi. Biz for each da ham bu shaklda 1 dan 10 gacha bo'lgan oralig'idagi qiymatlarni for each deyishimiz mumkin. For each. Bu joyda ham bizga int qaytaradi. Chunki bu int 1 dan 10 gacha bo'lgan raqamlarni chiqaradi. Print qiladigan bo'lsak, number Xo'sh, qolganlarni o'chirib turamiz. Bizda faqat mana shu qolyapti print shaklida. Konsolni tozalaymiz. Ko'ramiz. Bu joyda mana ko'rib turibsizki, 1 dan 10 gacha bo'lgan qiymatni chiqarib beryapti. Chunki 1 dan 10 gacha bo'lgan qiymat to'plam hisob. Mana bu ham xuddi to'plam singari 1 dan 10 gacha bo'lgan qiymatni for each bilan ishlatishimiz mumkin. Agar biz qaysi holatlarda faqat 10 marta aylanib, ichida boshqa amallarni bajarishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, biz mana shu holatda, shu ko'rinishda ham ishlashimiz mumkin. Demak, for each keyingi holatda biz for in bilan for each ning farqi nimada? Forni ko'rdik. For I in deymiz. Biz ma'lum amalni bajarishimiz mumkin. Masalan, array desak, arrayning ichidagi amallar bilan bu ko'rinishda, ya'ni arrayning har bir qiymatini o'zi oladi va o'zi amallarni bajaradi. Bu to'liq loop control structure hisoblanadi. Closure esa bu to'liq umuman loop control structure emas. Biz arrayni olamiz. Arrayda for each shaklda ishlatamiz. Demak, buni ko'rinishida farqi bor. For eachda bu to'g'ridan to'g'ri bu ko'rinishda foydalanamiz. While'da esa o'zingiz bilganingizdek, o'tgan darsimizda ko'rganimizdek foydalanamiz. Demak, ko'rdik, farqi xuddi shu, ishlatilishida, ko'rinishida farqi mavjud. Demak, for each ni ichida biz break, continue yoki return funksiyalaridan foydalanishimiz mumkinmi? Mumkin emas, chunki ko'ramiz. For I in deymiz. 1 dan 10 gacha bo'lgan qiymat oralig'ida siklimiz aylansin deymiz. Bu break, continue funksiyalari bular faqat loop control structure, ya'ni loop sikllarning ichida
ishlay olishi mumkin. Lekin for each bu loop cycle hisoblanmaganligi uchun buning ichida masalan array bor edi. Array for each deydigan bo'lsak, qarangizlar. Mana bu loop cycle hisoblanadi. Cycle qayta-qayta davom etadi. Ya'ni bu joyda cycle bir marta aylanib, keyin qaytadan forga qaytib kelar edi. Yana bir cycle aylanib, qaytadan forga cycle davom etib qaytib kelar edi. Lekin for each da bu closure hisoblanadi. Ya'ni buning qiymatlari closure ga qaytib kelinadi. Closure da ma'lum amallar bajariladi va keyingi safar cycle qaytib bormaydi. Bu faqat qabul qilib olib turadi. Ya'ni closure ichida biz faqat qabul qilib olamiz, lekin cycle da qaytadan yana for each ga qaytib kelmaymiz. Bu narsani vazifani for each ning o'zi bajaradi. Ya'ni qayta-qayta har bir elementlarni ustma-ust yurib borishini for each ning o'zi funksiyasi bajaradi va bu closure ga qaytaradi. Biz bu joyda mana bu joyimiz bizda cycle ga o'xshab qaytadan bu joyga qaytib kelmaydi. O'shaning uchun bu joyda faqat qiymatni qabul qilamiz va ma'lum amalni bajaramiz. Agar biz bu joyga break beradigan yoki continue funksiyalarini beradigan bo'lsak, dasturimiz o'zi qotishni mana bizga xatolikni beryapti. Demak, break is only allowed inside the loop if do or switch. Demak, ko'ryapsiz do'stlar, bu faqat loopning ichida ishlatilishi mumkin. Bu bizda closure hisoblanadi. Break yoki continue bo'lishi mumkin. Continue funksiyasi bo'lishi mumkin yoki return funksiyasi bo'lishi mumkin. Demak, bularni biz hech qaysi birini bir for each bilan ishlata olmaymiz. Agar bizga break yoki continue return kerak bo'ladigan bo'lsa, biz for each dan foydalanamiz. For in dan foydalanishimiz kerak bo'ladi. For each dan esa biz faqat elementlarni ustma-ust yurib, ma'lum amallarni bajarish uchun kerak bo'ladi. Lekin biz bu joyda hech qachon return yoki continue ni bajarishimiz mumkin emas. Bizga o'zi xatolik beradi. Demak, ko'rdikki do'stlar, for each bilan ishlash ham oddiy, faqat elementlarni ustma-ust yurib boradi va yurgan har bir qiymatini for each yuradi, ustma-ust yuradi va olgan har bir yurgan qiymatini closure ga o'tadi. Closure olib, ma'lum amalni bajaradi. Tamam. Demak, do'stlar, bugungi darsimiz shundan iborat. Keyingi darsimizda yanada muhimroq, qiziqarliroq darslarni olib boramiz. Sizlar bilan men Dilshodbek, Switch Genius kanali. Do'stlar, darsimizni kuzatishda davom eting. Do'stlaringizga ulashni va like, kommentariyalar bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.